Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringga Nexia'lardan syomkalarimizni davom ettiramiz. Albatta like podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Taqdim etmoqchi bo'lgan Nexia 2 avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motor Lux konditsioner. Aka, kraskasi qanaqa endi? Toza. Kraskasi toza. 2013. Qancha yurdi? 186 ming. 186 ming. Rasxod motorlarda. Yo'q, rasxod yo'q. Rasxod yo'q. Konditsionerlar ishlaydi. Ishlaydi, ham yo'q ishlaydi. 4 yangi balon qo'yilgan. 4 ta yangi balon. Xo'p, qayerdek aka? Quva. Quvani mosh tirchilik. Yo'q. Dehqon mashinasi ekan qadrdonlar. Ha, mana ko'rishlaringiz. Xo'p. Magnitofon. Nima deysiz aka? Malibu pultlar qo'yilgan. Malibu pultlari bor. Qoladi aka shuning hammasi. Yo'q, qoladi. Sizning holatlar yaxshi linoleumlari, quvani mashinasi qadrdonlar. Dehqon mashinasi va mana ortidan ham ko'rinishi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili. Xo'p, temir metan gaz baloni bor. Pollarni ham bir ko'rsatamiz. Shumka qilingan ekan. Pollari ham. Va yon tomondan ko'rinishi. Aka, endi narxini qancha deyapmiz? Lux konditsioner 2013, kraskasi qanaqa edi? Toza. Kraskasi toza. Narxi 5,5 ming. $5500 kam bor. 5 pasta bitadimi aka? Bitmaydi. Variantga barterga iloji bor? Naqd. Faqat naqdga. $5500 kam bor. Xo'p, telefon raqam berib qo'ying aka bitta. 91 bilan 91lik 661 661 81 51. 8151. Nomerim. 91lik 661 8151. Raqamiga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumot akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. $5500 kami bor. Dehqon mashinasi, kraskasi toza, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili. Qadrli obunachilar, navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 1.6 motor 2010-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi kapotda va orqa eshikda. Orqa eshik pastida ikkita joyda bor ekan kraskasi. 2010-yil. Xo'p, to'g'a qancha yurdi? 435 ming. 435 ming kilometr yurgan. Rasxodlar motor qilindi. Motor qilganim yo'q. Motor qilingan. Bunasi yo'q. Rasxoti yo'q. Rasxod yo'q. Dehqon mashinasi, qayerdagi mashina? Vadildik. Vadilda mashinasi. Xo'p, balon holatlari yaxshi. Shumkalari bor ekan. Dehqon mashinasi qadrdonlar. Linoleumlari bor, magnitofon, sidinda chexol bar, vadilda mashinasi ekan qadrdonlar. Video registratori yo'q ekan, antiradarlari bor ekan. Va ortidan ham ko'rinishi. Vedatek. Tizimsiz aka, Alex. Xo'p, kraskasini ikkita joyda dizat og'a 2010. 400 qancha yuruvdi? 435 ming kilometr yurgan. Bez konditsioner ekanda, to'g'a? Metan gazlari qo'yilgan. Xo'p, men narxi necha pul deyapsiz buni, to'g'a? $4000 kam bor. Bozor qilishdim. 3.2 olib satar so'radi, bermadim. 3200 ga bermaysiz. $4000 kam bor. Xo'p, telefon raqami 91 115 91 115 81 88. 81 88. Raqamga telefon qilib $4000 kam bor. Batafsil ma'lumotni tog'amiz o'zlaridan olishlari mumkin. Like podpisatsiyani bosib qo'yish eslangdan chiqmasin. Rahmat. Qadrli obunachilar, navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz Sons gibrid 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa edi aka? Orqa kilosi petnosi bor, ha? 2015 qancha yurdi? 460 ming kilometr yurgan. Rasxodlar. Rasxod yo'q. Bu bez konditsioner Luxmi? Lux gidralika, prosto gidralika bez konditsioner. Xo'p, motorda rasxod yo'q qadrlilar. Sons gibrid. Orqa krilosida ikkita petnosi bor ekan. Charimxo yumshoq balonlari qo'yilgan. Shumka yo'q. Va mana ko'rishlaringiz mumkin, prostoy gidralika, magnitofon, bez konditsioner. Xo'p, yaxshi holatdagi Nexia 2 avtomobil qadrdonlar. Va mana ortidan ham ko'rinishi. Holati yaxshi ekan, lekin temir metan gaz balonlari qo'yilgan. Pollarni bitta ko'rsatib qo'ysak, pollari ham yaxshi. 2015 aka. 400 mingdan oshiq kilometr yurgan, rasxod yo'q. Narxi $5600 kam bor. 5 pasta bitadimi aka? Bitmaydi. Variantga barterga iloji bor? Faqat naqd $5600 kam bor. Telefon raqamingiz aka? 99lik 653 653
55 00 55 00 raqamga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. $5600 kam bor. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga GCV Svetdagi Nexia 2 taqdim etamiz. Ushbu avtomobilimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan Buro 6 hop Lux konditsioner. Kraskasi mana shu joyda qanotda ozgina petnosi bor ekan. Ya'ni ustalaring ko'rsatib bemalol olasizlar. Konditsionerlari hop metan gazlari qo'yilgan. Lux konditsioner 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Balon holatlari yaxshi. Shumkalari bor, tonirovka. Shumka bor aka. Hop, polilari bor, siding holatlari yaxshi. Magnitofon. Aka qancha yuruvdi? 360 ming kilometr yurgan. Lux konditsioner. Qayerdaki? Qo'qonning mashinasi va mana ortdan ko'rinishi tirikchilikdagi mashina, temir metan gaz balonlari bor. Bol holatlari ham yaxshi. 2015 bitta qanotda petnosi bor. GCV Svetdagi Nexia 2 avtomobili. Hop, narxi $5000 beramiz. $5000 kam bor. Bozor qilishdimi aka? Kelishyapti. Variantga barterga iloji bor. Barterga kelishaveramiz variantga. Variant yo'q, barter iloji bor. $5000 $5000 kami bor. Telefon raqamingiz 90 406 20 10. Raqamga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Like, podpisatsiyadan bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz syomkalarimizda davom etamiz. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga Nexia 2 navbatdagisini taqdim etamiz. Xo'p, taqdim etmoqchi bo'lgan Nexia 2 avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Prostoy Buro 6 motor. Shu kraskalarni qanaqa dedingiz? Kraskasi toza, bitta kalinkasi petnochasi bor. Bitta kalinkada ozgina petnosi bor. Xo'p, qancha yurdi? 380 ming yurdi. 380 ming yurgan rasxodlar. Rasxod umuman, Rasxod motor ochilmagan. 300 hadovoy korobkasi zo'r. Rasxod yo'q, 380 ming yurgan. Xo'p, 2009 qayerdaki? Uchko'prikda mashinasi va balon holatlari yaxshi, yangi balon qo'yilgan ekan. Shumkasi yo'q, tonirovkasi bor. Siding holatlari yaxshi. Prostoy polilari bor ekan. Magnitofon, Prostoy, bez konditsioner va ortidan ko'rinishi. Bitta orqasini ochib qo'ying, polni ko'rsatib qo'yaylik. Yon tomondan ko'rinishi Uchko'prikda mashinasi ekan qadrdonlar. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 temir metan gaz baloni bor. Pollari ham holati yaxshi. Zo'r pollar 10 turun bitta. Rasxod yo'q, xudo xolasa. Oladi minada. Keyin bo'laveradi. Generalni Barter bor. Barter bor. Variantchi? Varianti yo'q. Variant yo'q, barter iloji bor. Xo'p, narxi necha pul deyapsiz endi? 4000 dan tushib beramiz. $4500 kam bor. Telefon raqam berib qo'ying. 95lik 95lik 393 393 30 30 50. 50. Raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga Dehqondan Nexia 2 ni taqdim etamiz. Ushbu avtomobilimiz 2011 Xo'p, 2011-yilda ishlab chiqarilgan ma'lumotni aytaverasiz. Ma'lumotlari shu hamma yo'q joyida, motor. Kraskasi Kraska bor, bir 20-30% kraskasi bor. 20-30% kraskasi bor. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Qancha yurdi dedingiz? 520 ming. 520 ming. Motor qilindimi? Motor qilindi. Motorlar qilingan, yo'q cho'tkati, rasxodi yo'q, только minadi xolos. To'lka minadi. Xo'p. Tanishtirib o'tamiz ichki holatlari bilan. Qayerdaki shu mashina? Balon holatlari yaxshi. Qayerdaki? Farg'ona shahri mashinasi, tonirovka bor, shumka bor, Prostoy, linoleumlar. Dehqonning mashinasi ekan qadrdonlar. Barlari bor. Va ortidan ko'rinishi. Bitta orqasini ochib qo'ying, oldi orqasini. 2011 rasxod yo'q. Pollari ham ozgina zanglagan joylari bor ekan. Temir metan gaz baloni bor. Bitta motorini ko'rsatib qo'yamiz. Konditsionerlar ishladimi shu?
1.6 konditsionerlar ishlaydi, faqat radiatorini yamatish kerak ekan. Metan gazlar qo'yilgan deb aytib o'tdik. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili. Xo'p, narxini endi kelishtirib aytingchi tog'a. 4.000 dan tushib beramiz. $4,000 kam bor. Variantga barterga iloji bor. Qilaveramiz. Yo'q, gapli kelishaveramiz. Kelishlayveradi. $4,000 kam bor. Telefon raqam 91lik 91lik 675 675 28 11 raqamiga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumotni tog'amiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz Stальной Svetda 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, ma'lumotni aytaverasiz. Kraskasi. Kraskasi tomdan pastga sepilgan. Tomdan past sepilgan. 2010. Qancha yurdi? 446. 446 mingmi, 4000? 446. 446 ming kilometr yurgan 2010 tomdan past kraska. Bu base konditsioner Lux qanaqa? Bir ko'rib o'tamiz. Xo'p, metallari bor aka. Metani bor. Bo'ldi. Akamiz o'rtog'ini kelgan mashina. Oho, dehqonni mashinasi shekilli rosa. Metan gazlar qo'yilgan dehqonchilik. 1.6 motor. 2010 yon tomondan ko'rinishi, balonni ham holati yaxshi ekan. Xo'p, sumkalari bor ekan. Lux ekan, base konditsioner. Va mana ko'rishlari mumkin. 400 mingdan oshiq kilometr yurgan, barlar, sidinda chexol. Uzr. Bitta orqasini ochib yuboring. Va ortidan ko'rinishi. Qayerdagi mashina aka bu? Quvvana mashinasi, temir metan gaz baloni bor. Pollari ham, mana holatlari. Hop, 2010. Endi narxi necha pul deyapsiz? Biz o'rtag'izga aytmasdan arzon qilib sotib yuboraylik aka. Bilmay qolsin. 3400 deyapmiz, olmasa kami bor. Oha, $3400 kam bor. Ha? Bozor qilishdimi? Bozor qilish. Qancha? Uchtasi bittami? 2800 qildi. 2800 bermaysiz-a? Variantga barterga iloji bor? Yo'q, naqd. Guzarlik uchun sotilyapti. Aka, keling o'sha bermaganingizga berib yuboraylik, o'rtag'iz yo'qligida. Bo'lmaydimi? Xo'p, telefon raqam berib qo'ying, bo'pti. 88lik 215 45 45 215 45 45 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumot akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. 2010-yilda ishlab chiqarilgan tomdan past kraska bo'lgan. Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli kuzatuvchilarimiz. Sizlar uchun bugun yakshanba Farg'ona boshqa bozordan syomkalarimizni boshlaganmiz. Nexialardan syomkalarimizni davom ettirib va endi navbatdagi Tikolardan syomkalarimizni sizlarning e'tiborlaringizga havola qilamiz. Albatta kanalda yangi bo'lsangiz, like, podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlar uchun qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Xo'p, taqdim etmoqchi bo'lgan yashil rangdagi Tiko avtomobilimiz 2000-yilda ishlab chiqarilgan aka kraskalari. Kraskalari bor, bitta bor endi kraskasi. Bitta kraskasi bor. 2000 rasxodlar. Rasxodlar umuman yo'q, xudosi o'zini nomimda. O, akamiz o'zlarining nomida motor qilindi aka. Motori yaxshi, motor qilish shartlar. Rasxod yo'q, 2000-yil. Pechkalar ishlaydimi aka? Gaz qo'yilmabdi. Yo'q, gaz qo'yilmagan. Benzinda yurgan mashina. Qayerdaki? Balon holati yaxshilar. Balon holati yaxshi. Qumtepani mashinasi, lidonimlari bor. O, pultlari ham bor ekan, magnitofon bor, barlari bor, sidinda chexol. Benzinda yurgan mashina va ortidan ko'rinishi. Rasxod yo'q aka. Yo'q, xohlasa rasxod yo'q. Ustasiga ko'rsatib bemalol olaveradi. 2000-yil. Generalni berlar. Xo'p, endi narxi. 1.5 ozgina tushib beramiz. $1500 kam bor. Birda pasti bitadimi? Ya, undaq qilaylik. Bitmaydi. Ya, variantga ham kelishaman. 500-600 pul bo'lsa kelishaveramiz. $500 puli borga varianti bor. Telefon raqamingiz 94lik 94lik 857 857 68 63 raqamga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga oq rangidan tiniq holatdagi Tiko avtomobilini taqdim etamiz. Ushbu avtomobilimiz 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi bitta kapotda va qanotda bor ekan. Qolgan joylarini toza deyapti. Propan gazlari qo'yilgan ekan. Pultlari bor, balon holatlari yaxshi, yangi balonlari bor ekan.
Polni shumka qilingan, qadrlar tiniq holatdagi Tiko avtomobil. Albatta ishqibozlari ko'p. Tiko avtomobilini ham 210 ming kilometr yurgan magnitofonlari. Oho, idot. Nima deyapti va bu Tiko? Oyoqda ko'brik bor. Ikkita joyda kraskasi bor aka. Rasxot yo'qmi? Yo'q, yo'q. Tabletga propan gaz ballonlari bor. Dokumentalniy 2004-yil. Qolgan joylari toza. Xo'p, akini narxi necha pul? Narxini 3,5 ming so'rayapsiz. 3500 so'rayapsiz. 3 pastda bitan 33 ga beramiz, yo'q 3 tevasida. 33 ga beramiz. 3300 dollarga berasiz. 2004-yilda ishlab chiqarilgan Tiko avtomobili. Telefon raqam berib qo'ying aka. 90li 90li 580 27 30. 580 27 30 raqamga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan yana olishlari mumkin. Bemalol ustalaringizni ko'rsatib olaverasizlar. Tiniq holatdagi Tiko. Qadrli obunachilar, navbatdagi Tiko avtomobilimiz 2003-yilda ishlab chiqarilgan, hali gaz qo'yilmagan, benzinda yurgan mashina va mana yon tomondan ko'rinishi. Aka, endi ma'lumotlarni aytib berasiz. Kraskalari qanaqa buni? Kraskalari 30-40% bor aka. 30-40% kraskasi bor. Chekol poli, polilar. Michigar pol bitta salonni ko'rsatib qo'yaylik aka. o'tiravering. Va mana salon holatlariga ko'rasiz, polilari bor, sidinda chexol bor. Xo'p, yurgan kilometri aka qancha yurdi? Yurgani 212 ming mana shunaqa. 212 ming kilometr yurgan Michigar poltlari bor. Xo'p, aka rasxot yo'qmi motorda? Xudo xolasa rasxoti yo'q aka, yaxshi yurishdi. Tonirovkasi bor. Qayerdagi mashina aka? Kirgilik. Kirgilida mashinasi. Va mana ortdan ko'rinishi, kolonkalari bor. Zapaska ballonlari bor. 2003-yilda ishlab chiqarilgan yaxshi holatdagi Tiko avtomobili. Aka, kraskasini qanaqa dedingiz? 30-40% kraskasi bor. Xo'p, narxi 2200 dan o'tib beramiz aka. 2200 dollar kam bor. Pechkalari hamma yo'q ishlaydi. 2200 dollar kam bor. Telefon raqam berib qo'ying. 91 656 63 63. 656 63 63. Buni variantga barterga iloji bormi? Yo'q, iloji bo'lsa narx. Faqat narxga. Xo'p, raqamga telefon qilinglar, qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan yana olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, navbatdagi qizil rangdagi koreyskiy Tiko avtomobili 96-yilda ishlab chiqarilgan, ikkala yon taraflari kraskasi bor ekan. Balon holatlari yaxshi. Aka, rasxotlar qancha yurdi? 300 ga 295 ming. Puli necha puli? Puli 2400. 300 ming, 295 ming. 295 ming kilometr yurgan, 96-yil, kraskasi yon taraf eshiklari. Yonlari. Rasxot yo'q, pechkalar hamma yosh. Balonlar yangi. Gaz qo'ymadingizmi? 2100 gacha berilmagan. Gaz qo'ymadingizmi? Yo'q, gazi yo'q. Gazi yo'q, benzinda yurgan mashina. Koreyskiy avtomobil linoleumlari bor. Xo'p, magnitofon, sidinda chexol. Va ortidan ko'rinishi. Gaz qo'yilmagan ekan, benzinda yurgan mashina. Shu yon taraflarda kraskasi bor ekan. 96-yil. Narxini qancha deyapsiz endi? Narxi 2400 dan 2400 dollar kam bor. mana bir tevarog'idan. 2100 tepasida bitadi. 2100 qilishdi-da. 2100 dollarga bermabdi. Telefon raqam berib qo'ying aka. 90li 632 632 60 60 15 632 60 15 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrdonlar, navbatdagi Tiko avtomobilimiz oq rangda 2002-yilda ishlab chiqarilgan propan dokumentalniy gaz ballonlari bor. Xo'p, aka, endi kraskasi qanaqa? Oldi orqa kapotda 2002. Rasxot aka qancha yurdi? 400. Rasxot motor. Motor qilindimi? Yo'q. Motor qilingan yo'q. Rasxot yo'q. Xadovoy polni bo'lgan. Xadovoylari bor. Rasxot shumka ham qilingan ekan. Balon holatlari yaxshi. To'ralishi shumka qilingan ekan, tonirovka. Va salon qismiga keladigan bo'lsa, sidinda ozgina ishi bor ekan. Magnitofon, xo'p, barlari bor, oyoqdagida linoleumlari bor. Va ortidan ham ko'rinishi. Xo'p, 2002 tabletga propan gaz baloni bor. Aka, endi narxi necha pul deyapsiz?
300 kam bu aka. Qancha? 3200 kam bu. 3200 dollar kami bor. Aka bozor qilishdim. Ha, har xil aka. 2,5 ga ular. 2 kamni o'tdi aka. O'tda. Buni variantga barterga iloji bor. Yetmay qolgan xonasiga kelishaveramiz aka. Qayerdagi mashina? Oltiariqlik. Oltiariq mashinasi. Telefon raqam berib qo'ying. 90 232 90 232 36 46. 36 46. Raqamga telefon qilib batafsil ma'lumot akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraskasini qanaqa dedingiz? Old orqa kapotda kraskasi bor, propan dokumentalniy gazi bor. Yaxshi holatda Tiko avtomobil. Telefon qilinglar, xudo xolasa barakasini bersin. Qadrli obunachilar, navbatdagi Tiko avtomobilimiz yaxshi holatda 2003. Bo'ldi. Zo'r holatdagi 2003-yilda ishlab chiqarilgan Tiko avtomobili, hali gaz qo'yilmagan, benzinda yurgan mashina. Kraskasi bitta, kapotda 3 bor xolos. kapoti 3da kraskasi. Qolgan joylari toza. Qancha yurdi? 500 ming euro. 500 ming. Xo'p, rasxod motor qilindi. Motorlar ham qilingan. Motor qilindi, 500 ming yurgan. Xo'p, gaz qo'yilmagan. Benzinda yurgan mashina. Balon holatlari ham yaxshi. Qayerdagi moshina? Shumka qilingan. Qayerdagi? Chimyonni mashinasi, o'zimiz linoleumlari bor, sidin holatlari yaxshi. Tiko avtomobil zavodskiy magnitofonlari bilan turibdi ekan. Va ortidan ko'rinishi. Mana zapaska balonlari ham bor. 2003 zo'r holatdagi Tiko avtomobili, bitta kapotda kraskasi bor. Narxi necha pul deyapsiz endi, shep? 3,5 ming kam bor. 3500 dollar kam bor. 3 pasta bitadimi, xudo xolasa? Shunaqa Bitadi. 2850 qilishyapti. 2850 ga bermaysiz. Buni variantga barterga bormi iloji? Naqdga sotamiz. Faqat naqdga. Telefon raqam 90 90 300 300 45 44. 45 44. Raqamga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin.